İmanımız tutulmadan nişanla ver, anacanın hizmetiyle oyunda yok, Kazakların O'zbekiston. Barkamol avlodni voyaga yetkazishda oila va bog'cha o'rtasidagi hamjihatlik beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki bola tarbiyasi va ta'limdagi muvaffaqiyat avvalo ota-onaning mehr-muhabbati, tarbiyachilarning fidoyiligi hamda ular o'rtasidagi mustahkam aloqa bilan chambarchas bog'liq. Shu maqsadda Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 34-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar va bog'cha hamkorligi, kelajagimiz bo'lgan bolalar baxtli va bilimli bo'lib ulg'ayishi uchun muhim poydevor mavzusida ma'rifiy mashg'ulot tashkil etildi. Ustozlar bilan bir oylik mashg'ulot jarayonlarini kelib kuzatib turamiz. Ustozlar bilan ota-onalarni o'rtasida doimo hamkorlik jarayon qilib turish kerak. Bolalar qanaqa mashg'ulotlarni o'tayotgani bilan kuzatib turish kerak. Farzandlarimizga tarbiya berayotgan ustozlarga ota-onalar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Uchrashuvning asosiy vazifasi oilaviy tarbiya va bog'chadagi ta'limiy jarayonlarni uyg'unlashtirish, ota-onalarning pedagogik savodxonligini yuksaltirish, bola psixologiyasi va tarbiya usullari borasida ularni xabardor etish, shuningdek, tarbiyachilarning murakkab va mas'uliyatli faoliyatini ota-onalarga yaqqol ko'rsatishdir. Shu orqali ota-ona, pedagog va bola o'rtasida o'zaro ishonch, hurmat va hamkorlik muhitini qaror topishi ko'zda tutilgan. Yangi o'quv yili oldidan ota-onalar bilan o'tkazilgan yig'ilishimda men o'z oldimga maqsad qilib ota-onalar hamkorligini yanada rivojlantirish kerakligini muhim omil sifatida belgilab olgan edim. Oldimga qo'ygan vazifalarimni bajarish maqsadida ota-onalar hamkorligini yanada rivojlantirish uchun Maktabgacha ta'lim tashkiloti har bir guruh tarbiyalanuvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan mashg'ulotlarga ota-onalarni taklif etib, mana shu hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun birinchi qadamni qo'ydim. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, ota-onalar va mahalla hamda maktab hamkorligi bu juda ham muhim hisoblanganligi uchun avvalambor hamkorlikni ota-onalardan boshladik. Mashg'ulot davomida interfaol suhbatlar, savol-javoblar hamda amaliy mashqlar tashkil qilindi. Ota-onalar jarayonni kuzatar ekan, tarbiyachilarning ertalabdan kechgacha farzandiga mehr bilan ta'lim-tarbiya berishi, har bir bolaga individual yondashishi, sabr-toqat va e'tibor talab etuvchi ishlarni bevosita ko'rib, ularni kasbi naqadar og'ir, lekin mashaqqatli ekaniga amin bo'lishdi. Farzandim shu 34-maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchi sifatida yurmoqda. Shunaqa sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga mingdan ming rahmat aytaman. Ustozlarga ham rahmat aytaman, chunki farzandim juda bilimli, aqlli, ziyoli bo'lib o'smoqda. Ustozlari ham juda ota-onalar bilan biz birgalikda, hamkorlikda ish olib boramiz. Ustozlar bilan birgalikda, hamkorlikda ish olib borilsa, kelajakda farzandlarimiz xudo xohlasa yaxshi kasb egalari bo'lishadi. Bugungi kunda zamon talabi shuni taqozo etyaptiki, har bir jarayon onlayn tarzda yoritib borilmoqda. Shuni hisobga olgan holatda har bir guruh tarbiyalanuvchisini onlayn guruhlari tashkil etilgan va mana shu onlayn guruhlari orqali biz o'sha tarmoqlarga, guruhlarga kunlik faoliyatni ota-onalarga tanishtirib boramiz va bundan natija yaxshi bo'lyapti. Sababi kunlik faoliyatni tarbiyalanuvchilar ota-onasi tomonidan kuzatib boriladi va o'z fikr-mulohazalarini ochiq va erkin tarzda ifodalab borishadi. Shu bois tarbiyachilar nafaqat bilim beruvchi, balki bolalarning xarakteri, dunyoqarashi va odob-axloqini shakllantiruvchi mehribon yo'lboshchilar sifatida yanada yuqori qadrlanishi ta'kidlandi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga juda ham katta e'tibor qaratilyapti. Prezidentimiz BMT minbarlaridan turib ustozlarga qaratilgan e'tiborlarini yanada yuksak darajada e'tirof etib bordilar. Bu nafaqat menga, balki barcha O'zbekistondagi ustoz va murabbiylarga, pedagoglarga juda ham katta kuch va motivatsiya bo'ldi deb hisoblayman. 1-oktyabr xalqaro ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha O'zbekistonimizdagi ustozlarni, o'qituvchilarni va pedagoglarni o'zim va jamoam nomidan chin yuragimdan tabriklayman. Ilohim yosh avlodni tarbiyalashda doimo kuch-quvvat va sog'lik salomatlik tilab qolaman. Tadbir yakunida ishtirokchilar farzand tarbiyasida birgalikdagi hamkorlikning katta samarasi borligini chuqur anglab, tarbiyachilarga nisbatan yanada yuksak ehtirom bildirdilar.